hech qanaqa klarlarsiz xushtayashi baliq retsepti. Bismillah deb o'zimizga yoqqan baluni tozalab bo'laklarga bo'lib olamiz. Bor yo'g'i 3 ta ingredient bilan balig'ingiz idealniy chiqadi. Bular maydalangan kashnich urug'i, xitoy tuzi va o'zimizning osh tuzi. Tuzni bo'lsa ayamiy solishinglarni maslahat beraman. Endi bo'lsa yaxshilab aralashtirib, yarim soat marinovka qilib qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek ozgina shaltoqroq, lekin buni yechimi bor. Eng mazali baluq menimcha o'choqda obi otash taftida pishgan baluq bo'lsa kerak. Qizigan yog'ga baluqlarni ozgina-ozginadan solib qovuramiz. Ko'p so'z bo'lmaydi, bir-biriga yopishib qolib xunuk pishadi. Ranglarini shunaqa qip-qizil qilib, chiroyli qilib ko'tarib olamiz. Endi bo'lsa baluq bilan zo'r ketadigan sous tayyorlaymiz. Kashnich, pomidor, tomati, keyin chesnok. Ustidan qaynatib sovutilgan suv qo'shamiz. Tuzi esimdan chiqib qolibdi, keyin qo'shib yuboramiz. Bitta aralashtiramiz, tayyor. Videoni ko'rib ishtahanglar ochilsa, mehmonga kelaveringlar. Keyincha dasturxonga ahamiyat berdinglarmi? Baluq pishguncha tozalab qo'ydim. Albatta, bu ishda menga Bavi yordam berdi. Baraka topsin, Bavi bilan juda ham oson-da. Paketchani ochasiz, dog' krizga solasiz, ketidan qaynoq suvni sovorsiz, vijillab chiqib birpasda dog'larni ketkazib beradi. Ortiqcha ovoragarchiliklarsiz oldi orqasini aylantirdim, dog'ini topa olmay qoldim. Yana shunaqa retseptlar, foydali ma'lumotlar uchun podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin.